Mubina, voy kenaya cho'chib ketdim. Mubina, yana telefonni shotga bekityapsizmi? Ertaga akangizni qo'liga tushib qolsangiz nima bo'ladi bilasizmi? Meni hayotim ham buzilib ketadi. Sizni ham urishadilar. Oyjondan ham gap eshitaman. Boshqa telefon bekitmang bo'dki. Men sizga necha marta aytdim-ku, jon singlim, yig'ishtiring, bekitib telefon tutmang. Ertaga baba akangiz uydagilar bilib qoladi o'sha bola bilan gaplashayotganingizni. Keyin oxiri yomon bo'ladi. Hozirgi bolalar o'yin qaro bilasiz. Siz hali yosh qiz bo'lsangiz, qo'ying bunaqa ish qilmang, singlim. Bering telefonni menga. Kenaya, Hop. ana shu ketadigan o'rtoqlar meni ko'k sumkangizga berib turing. Ha, bo'ldi, hozir beraman. Mana. Rahmat. Agar o'yinchi telefon qilib tashlasalar, o'zingiz tushuntirib qo'ying, kenaya. Ha, bo'ldi, unisini bilasiz-ku. Besh qilaman. Boring ketavering. Rahmat. Ha, jon tinchlikmi? Mubinani qarang, telefonni olmaydi. Bir og'iz olib mametdaman desa bo'lmaydimi? Hozir adezli keladi, men gap eshitaman. Qayerda yuribdi bu qiz? Voy, oyjon shungamidi? Menga yaqinda telefon qilib aytgan edilar Mubina. Kech qolaman, keyin oyimga aytib qo'ying dedilar. Hozir yo'lda kelyaptilar oyjon. Men esdan chiqib qopti deydish. Shuni vaqtliroq aytmaysizmi? Esingiz qursin sizni. Kenaya, qarab boring. Ha, Mubina tinchlik? Kenaya, men keling, shunday. Kenaya, bugun o'rtoqlarni konsert ketyapti-da. Konsert soat 7 da boshlanar ekan. 7 da olib ko'chaga chiqarmaydilar-ku. Ruxsat so'rab bering. Biluvdim o'zi, shunaqa deydi bu qiz deb. Yana men so'raymanmi? Iltimos, Kenaya, iltimos.